Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim, ko'pchilik oilalarning daromadiga bevosita ta'sir qiladigan mavzuni tushuntirib beraman. Avgustdan pensiyalar yana oshishi va ayniqsa ishlayotgan pensionerlar uchun ikkinchi bosqich masalasi. Bu ma'lumot oddiy xabar emas. Bu nafaqat pensiya olayotgan ota-onalarimizga, balki ularning farzandlariga. Oila byudjetini hisoblayotgan har bir kishiga, yaqin yillarda pensiyaga chiqishni kutayotgan fuqarolarga ham tegishli. Men bugun sizga shunchaki pensiya oshadi deb aytib o'tmayman. Qanday oshadi, kimga ta'sir qiladi? Ishlayotgan pensionerlar nimaga e'tibor berish kerak? Qaysi holatda pul avtomatik qo'shiladi? Qaysi holatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilish zarur bo'ladi? Bularning hammasini sodda tilda tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim nozik jihatlar bor. Odamlar aynan shu joylarda xato qilib o'zlariga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday mavzularda bir kun kechikkan ma'lumot ham odamning cho'ntagiga ta'sir qiladi. Men esa sizga har bir o'zgarishni sodda, aniq va amaliy tarzda yetkazib boraman. Avvalo asosiy savolga javob beraman. Pensiya oshishi deganda nimani tushunish kerak? Ko'pchilik pensiya oshadi desa, hammaning puli bir xil miqdorda ko'payadi deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Pensiya tizimida bir nechta tushuncha bor. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, eng kam pensiya miqdori, bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq ayrim to'lovlar, staj va ish haqi asosida hisoblangan individual pensiya. Shuning uchun o'sish har bir odamda turlicha aks etishi mumkin. Oldingi tartibda ishlayotgan pensionerlar bo'yicha ko'plab savollar bo'lardi. Masalan, odam pensiyaga chiqqan, lekin ishni davom ettiryapti. U oylik oladi. Shu bilan birga pensiya ham oladi. Tabiiy savol tug'iladi. Men ishlayapman, daromad solig'i to'layapman, ijtimoiy ajratmalar ketayapti. Demak, pensiyam qayta hisoblanadimi? Yoki yangi oshgan pensiya menga ham tegadimi? Yo'q, faqat ishlamayotgan pensionerlargami? Mana shu savollar aynan bugungi mavzuning markazida turibdi. Hozirgi o'zgarishning eng muhim tomoni shundaki, 1 avgustdan boshlab pensiya miqdorlarining oshirilishi bo'yicha navbatdagi bosqich kuchga kiradi va bu aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan. Ya'ni davlat narxlar, yashash xarajatlari, dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar oshib borayotganini hisobga olgan holda pensiyalarni indeksatsiya qiladi. Oddiy qilib aytsam, pensiya bir marta belgilab qo'yilib, yillar davomida o'zgarmay turadigan summa emas. U vaqti bilan qayta ko'rib chiqiladi. Lekin bu yerda juda muhim narsa bor. Umumiy oshirish bilan pensiyani individual qayta hisoblash bir xil narsa emas. Umumiy oshirishda masalan, pensiya miqdorlari belgilangan foiz yoki belgilangan tartibda ko'tariladi. Individual qayta hisoblashda esa aynan sizning ish stajingiz, pensiyaga chiqqaningizdan keyin ishlagan davringiz. Rasmiy ish haqi va pensiya jamg'armasiga tushgan ma'lumotlar inobatga olinadi. Ishlovchilar uchun ega bosqich deyilganda ham ko'pincha mana shu qayta ko'rib chiqish, adolatli hisob-kitob va ishlagan davrlarni inobatga olish masalasi nazarda tutiladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Bu xabar kimlarga tegishli? Birinchi navbatda hozir pensiya olayotgan barcha fuqarolar diqqat qilishi kerak. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, oshirish sizning to'lovingizga ta'sir qiladi. Agar siz nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz ham, belgilangan tartibdagi o'sish sizga ham aloqador bo'lishi mumkin. Agar siz ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lsangiz, alohida normativlar bo'yicha o'zgarishlarni tekshirish zarur. Ikkinchi guruh ishlayotgan pensionerlar. Men aynan sizlarga alohida murojaat qilaman. Siz pensiyaga chiqqansiz, lekin hali kuchingiz bor, tajribangiz bor, ish joyingiz bor. Siz maktabda, shifoxonada, korxonada, mahallada, fermer xo'jaligida, xususiy firmada yoki boshqa tashkilotda ishlayotgan bo'lishingiz mumkin. Agar ish rasmiy bo'lsa, ya'ni mehnat shartnomasi mavjud bo'lsa, ish haqi rasmiy o'tsa, siz haqingizda ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi. Bunday holatda keyingi qayta hisob-kitoblarda sizning ishlagan davringiz albatta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. 3-guruh yaqin orada pensiyaga chiqadiganlar. Masalan, odam 1-2 yil ichida pensiyaga chiqadi. Hozir menga bu xabar aloqasi yo'q, men hali pensiyada emasman deb o'ylashi mumkin. Aslida aloqasi bor. Chunki bugungi o'zgarishlar pensiya tizimining umumiy yo'nalishini ko'rsatadi. Agar siz bugun rasmiy ishlasangiz, ish haqi konvertda emas, hujjatda to'liq ko'rsatilsa, ertaga pensiyangiz ham shunga qarab shakllanadi.
Pensiya bu tasodifiy beriladigan pul emas, u butun mehnat faoliyatingizning natijasidir. Kimlar xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz pensiyani bank kartasi orqali olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, yashash manzilingiz bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, ish joyingiz rasmiy bo'lsa, odatda umumiy oshirish avtomatik hisoblanadi. Buning uchun har bir odam alohida yugurib ariza yozish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki amaliyotda ism, familiya, pasport kartasi, yashash manzili, ish staji bo'yicha kichik xatolar uchrab turadi. Ana shu kichik xato ba'zan katta kechikishga sabab bo'ladi. Keling, real hayotga yaqin misollar bilan tushuntiraman. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 67 yoshli Akmal aka pensiyada, lekin qorovul bo'lib rasmiy ishlaydi. Uning pensiyasi 1.500.000 so'm bo'lsin. Avgustdan umumiy oshirish qo'llansa, uning pensiyasi belgilangan tartibda ko'payadi. Agar masalan, oshirish natijasida 10% ga yaqin o'sish bo'lsa, 1.500.000 so'm, 1.600.000 so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu faqat tushuntirish uchun misol. Aniq miqdor har bir pensiya turiga va rasmiy belgilangan koeffitsiyentga bog'liq. Lekin mohiyat shuki, Akmal aka ishlayotgani uchun umumiy oshirishdan chetda qolib ketmasligi kerak. Yana bir misol. Farg'onada yashovchi Mahbuba opa pensiyaga chiqqanidan keyin maktabda kutubxonachi bo'lib ishlagan. U 3 yil davomida rasmiy ish haqi olgan. Opa, men pensiyaga chiqqanimdan keyin ishlagan bekor ketmadimi deb so'rashi mumkin. Mana shu yerda ishlovchi pensionerlar uchun qayta hisoblash masalasi chiqadi. Agar uning qo'shimcha ishlagan davri qonunda belgilangan tartibda pensiya hisobiga ta'sir qiladigan bo'lsa, bu davrni e'tiborga olish uchun ma'lumotlar bazada to'g'ri aks etgani juda muhim. Agar ish beruvchi ma'lumotlarni vaqtida topshirgan bo'lsa, jarayon ancha oson bo'ladi. Agar ma'lumot yetishmasa, opa ish joyidan tasdiqlovchi hujjat olishi kerak bo'lishi mumkin. 3-misol. Samarqandda yashovchi Rustam aka pensiya oladi, lekin taksichilik qiladi. Agar u yakka tartibdagi tadbirkor sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tgan, belgilangan to'lovlarni qilgan bo'lsa, bu boshqa holat. Agar u norasmiy ishlayotgan bo'lsa, pensiya qayta hisobida bu faoliyat ko'rinmasligi mumkin. Odam o'ylaydi, men ham ishladim-ku. Ha, ishladingiz, lekin tizim uchun rasmiy hujjat muhim. Pensiya tizimida og'zaki gap emas, hujjat va elektron yozuv ishlaydi. 4-misol. Nukusda yashovchi Dilbar opa bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Unga ham avgustdan oshirish tegishli bo'lishi mumkin. Lekin hisoblash tartibi yoshga doir pensiyadan farq qiladi. Shuning uchun bunday holatda qo'shnimga 200.000 so'm qo'shildi. Menga nega 20.000 qo'shildi deb taqqoslash to'g'ri emas. Har bir pensiya turi alohida formulaga ega. Eng ko'p xato aynan qo'shni bilan qo'shnini solishtirishdan boshlanadi. Endi juda muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchi tuzoq, hamma oshirishni bir xil kutadi. Bu noto'g'ri. Sizning pensiyangiz miqdori, avvalgi ish haqingiz, stajingiz, pensiya turi, qo'shimcha ustamalar, imtiyozlar va qayta hisoblangan davrlarga bog'liq. Masalan, bir odam 2 yil rasmiy ishlagan, ikkinchi odam 12 yil rasmiy ishlagan, qolgan vaqt norasmiy ishlagan. Ularning pensiyasi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Ikkinchi tuzoq, men ishlayapman, demak pensiyam avtomatik juda ko'p oshadi degan fikr. Ishlayotgan pensioner bo'lishning o'zi yetarli emas. Rasmiylik, ish haqi miqdori, hisobotlar, qonundagi qayta hisoblash shartlari muhim. Agar ish beruvchi sizni yarim stavka qilib ko'rsatib, qolganini naqd bersa, ertaga pensiya hisobida ham faqat hujjatdagi qismi ko'rinadi. Shuning uchun bugungi kichik qulaylik ertaga katta yo'qotishga aylanishi mumkin. 3-nozik jihat, bank kartasi va to'lov sanasi. Pensiya oshirilgan bo'lsa ham. Ayrim hollarda pul bir necha kun farq bilan tushishi mumkin. Bu bank tizimi, to'lov reyestri, dam olish kunlari yoki texnik ishlarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun birinchi kuni pul tushmasa, darhol vahima qilish shart emas. Lekin 5-7 ish kuni o'tib ham o'zgarish bo'lmasa, albatta tekshirish kerak. 4-nozik jihat, manzil va hisobda turish masalasi. Ba'zi fuqarolar boshqa viloyatga ko'chib ketgan, lekin pensiya hujjatlari eski joyda qolgan bo'ladi. Ba'zilar vaqtincha farzandnikida yashaydi. Bank kartasi muddati tugagan bo'ladi, telefon raqami almashgan bo'ladi. Bularning hammasi oddiy ko'rinsa-da, to'lov va xabarnomalar jarayonida muammo tug'dirishi mumkin. 5-nozik jihat. Ishlayotgan pensionerlarning ish staji bo'yicha hujjatlari. Eski davrlarda, ayniqsa 1990 yillar va 2000 yillarning boshlarida ishlagan odamlarning mehnat daftarchasida yozuv bor.
lekin arxiv hujjatlari topilmaydi. Korxona yopilib ketgan, nomi o'zgargan, hujjatlar arxivga topshirilmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda odam o'z huquqini himoya qilish uchun sabrli va aniq harakat qilishi kerak. Mehnat daftarchasi, buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, sud orqali tasdiqlash kabi yo'llar bo'lishi mumkin. Lekin har bir holat alohida ko'riladi. 6-jihat imtiyozli pensiyalar. Ayrim kasblar bo'yicha imtiyozli pensiyaga chiqish, zararli mehnat sharoiti, pedagogik yoki tibbiy staj, harbiy xizmat, bolani parvarish qilish davri kabi masalalar bor. Bu davrlarning hammasi bir xil hisoblanmaydi. Masalan, ayol kishi farzand parvarishi davrini stajga qo'shish bo'yicha savol beradi. Kimdir armiyada xizmat qilgan davri inobatga olinadimi deydi. Kimdir chet elda ishlagan davrim hisobga kiradimi deydi. Bu savollarga javob hujjatga, xalqaro kelishuvlarga, to'lovlar rasmiyligiga va amaldagi qonunchilikka bog'liq. 7-jihat ortiqcha to'lov va qaytarish xavfi. Ba'zan tizimda noto'g'ri ma'lumot sabab odamga ortiqcha pul hisoblanishi mumkin. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytariladi degan masala chiqadi. Shuning uchun hujjatlaringizni to'g'ri yuritish nafaqat ko'proq pul olish uchun, balki keyinchalik muammoga tushmaslik uchun ham kerak. Endi yana bitta ko'pchilik bilmaydigan holatni aytaman. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz va ish joyingiz sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, siz nafaqat bugungi mehnat huquqlaringizdan, balki ertangi pensiya hisob kitobidagi imkoniyatlardan ham mahrum bo'lishingiz mumkin. Masalan, siz 5 yil davomida bir joyda ishladingiz, lekin mehnat shartnomasi yo'q. Ish beruvchi og'zaki xavotir olmang deydi. Ammo pensiya hisobida xavotir olmang degan gapning kuchi yo'q. Elektron tizimda yozuv bo'lmasa, uni isbotlash qiyinlashadi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiyangizning hozirgi miqdorini yozib qo'ying. Juda oddiy narsa, lekin ko'pchilik buni qilmaydi. Iyul oyida qancha oldingiz, avgustda qancha tushdi, farq qancha bo'ldi? Yozib boring. Bank ilovasidan skrinshot qiling yoki kvitansiyani saqlang. Bu keyin savol tug'ilganda dalil bo'ladi. Ikkinchi qadam, o'zingizga tegishli pensiya turini aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami? Chunki savol berganda ham to'g'ri so'rash kerak. Menga pensiya nega oshmadi degandan ko'ra, men yoshga doir pensiya olaman. Iyulda falon summa edi, avgustda falon summa bo'ldi. Qayta hisob to'g'ri qo'llanganmi deb so'rasangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 3-qadam. Ish joyingiz rasmiyligini tekshiring. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, kadrlar bo'limidan yoki buxgalteriyadan mehnat shartnomangiz bor yo'qligini, buyruq chiqarilganini, ish haqingiz rasmiy hisoblanayotganini so'rang. Meni bazada ko'rsatyapsizlarmi deb so'rashdan uyalmang. Bu sizning haqqingiz. 4-qadam. Mehnat daftarchasi va elektron mehnat tarixini solishtiring. Eski mehnat daftarchangiz bo'lsa, undagi yozuvlar aniq muhrlar o'qiladimi? Sanat to'g'rimi? Lavozim ko'rsatilganmi? Tekshiring. Elektron tizimdagi ma'lumotlar bilan farq bo'lsa, uni bartaraf etish kerak. Ayniqsa pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan davrlar bo'yicha ma'lumotlar muhim. 5-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qilish tartibini biling. Agar sizda shubha bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha pensiya jamg'armasiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa uni, bank kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, kerak bo'lsa arxiv hujjatlarini olib boring. Murojaatda aniq yozing. 20 avgustdan pensiya miqdorim qayta hisoblanganini tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki pensiyaga chiqqanimdan keyin ishlagan davrim pensiya hisobida inobatga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. 6-qadam. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar masala jiddiy bo'lsa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatga yozma javob beriladi. Bu keyingi bosqichlarda, masalan, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish kerak bo'lsa, sizga yordam beradi. Ko'pchilik xato qiladi, boradi, eshik oldida so'raydi, hammasi joyida degan og'zaki javobni eshitadi va qaytadi. Keyin 2 oy o'tib muammo yechilmaydi. Shuning uchun hujjatli iz qoldiring. 7-qadam. Bank kartangiz muddatini tekshiring. Juda oddiy, lekin amaliy hayotda ko'p uchraydigan muammo. Karta muddati tugagan, odam bilmaydi, pensiya tushmayapti deb o'ylaydi. Yoki karta bloklangan bo'ladi. Bankka boring, ilovadan tekshiring. Kerak bo'lsa kartani yangilang. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bank va tegishli tashkilotlarda yangilang. 8-qadam.
Agar siz chekka hududda yashasangiz yoki o'zingiz bora olmasangiz, ishonchli vakil orqali murojaat qilish imkoniyatini ko'rib chiqing. Keksalarimizning hammasi ham tuman markaziga borishga qiynaladi. Bunday holatda farzandi yoki yaqin qarindoshi qonuniy tartibda yordam berishi mumkin. Lekin hujjatlarni to'liq tayyorlab boring. Chunki bir hujjat yetishmasa, qayta borishga to'g'ri keladi. 9-qadam. O'z huquqingizni biling, lekin hissiyot bilan emas, dalil bilan gapiring. Pensiya masalasida xodim bilan tortishish, bag'irish natija bermaydi. Eng kuchli rolingiz bu hujjat. Sana, summa, ariza va yozma javob. Masalan, men 2020 yildan 2024 yilgacha rasmiy ishlaganman. Mana buyruq, mana ish haqi ma'lumotnomasi, mana mehnat daftarchasi. Shu davr pensiya hisobida aks etganmi deb so'rasangiz, masala aniq ko'riladi. 10-qadam. Agar pensiya miqdorida xato bor deb hisoblasangiz, bosqichma-bosqich harakat qiling. Avval tuman bo'limiga murojaat qiling. Javob qoniqtirmasa, viloyat darajasiga yoki tegishli yuqori tashkilotga yozing. Zarur bo'lsa yuridik maslahat oling. Ayrim hollarda sud orqali stajni tasdiqlash yoki noto'g'ri hisob kitobni qayta ko'rib chiqish mumkin. Lekin har doim birinchi navbatda hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Men ishlayotgan pensionerlarga yana bir bor alohida aytaman. Sizning tajribangiz jamiyatga kerak, lekin sizning mehnatingiz rasmiy bo'lishi ham kerak. Ish beruvchi pensiyangiz bor-ku, sizga rasmiy shartnoma shart emas desa, bu noto'g'ri yondashuv. Pensiya borligi odamni mehnat huquqlaridan mahrum qilmaydi. Siz ishlasangiz, shartnomangiz bo'lishi, ish haqi to'lanishi, mehnat sharoiti belgilanishi kerak. Agar siz yarim stavkada ishlayotgan bo'lsangiz, bu ham hujjatda aniq ko'rsatilishi kerak. Agar bir nechta joyda ishlasangiz, har bir joy bo'yicha rasmiylik muhim. Agar mavsumiy ishlasangiz, mavsumiy shartnoma yoki tegishli hujjat bo'lishi kerak. Chunki ertaga siz men ishlaganman deganingizda, tizim qayerda, qachon, qanday asosda deb so'raydi. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin uzoq yillar ishlagan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasidan mening pensiyam qayta hisoblanganmi deb tekshirtirish foydali. Ba'zan odamlar 10 yil ishlaydi, lekin biror marta ham pensiya hisobini tekshirtirmaydi. Keyin qarasa ayrim davrlar aks etmagan bo'ladi. Vaqt o'tgani sari hujjat topish qiyinlashadi. Shuning uchun bugun tekshirgan yaxshiroq. Yana bir masala, pensioner ishlasa pensiyasi kamayib qoladimi? Ko'pchilik shu savoldan qo'rqadi. Umumiy qoida bo'yicha yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin. Bu uning pensiyasini avtomatik bekor qilib yubormaydi. Lekin ayrim nafaqa turlari, ijtimoiy to'lovlar, daromad mezoniga bog'liq yordamlar bo'yicha ish haqi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun aynan qaysi to'lovni olayotganingizni bilish muhim. Yoshga doir pensiya bilan ta'minlanganlik asosidagi yordam bir xil narsa emas. Oilalarga ham maslahat beraman. Agar uyingizda pensioner ota-onangiz bo'lsa, ularning pensiya summasini birga tekshirib bering. Bank ilovasini ko'ra olmasligi mumkin, hujjatlarni tushunmasligi mumkin, navbatda turishga qiynalishi mumkin. Farzand sifatida yordam bering. Lekin ularning nomidan ish qilayotganda qonuniy tartibni saqlang, hujjatlarni yo'qotmang, arizani tushunarli yozing. Demak, 1 avgustdan pensiya oshishi bo'yicha asosiy e'tibor 3 narsaga qaratilishi kerak. Birinchisi, umumiy oshirish sizning pensiyangizga qanday aks etayotganini tekshirish. Ikkinchisi, ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, rasmiy ish faoliyatingiz pensiya hisobida to'g'ri ko'rinayotganini aniqlash. Uchinchisi, hujjatlaringizni tartibga keltirib, kerak bo'lsa yozma murojaat qilish. Men sizlarga shuni aytmoqchiman. Pensiya masalasida befarq bo'lmang. O'zi hisoblab berishadi deb o'tirish ba'zan yetarli bo'lmaydi. Ko'p jarayonlar avtomatlashtirilgan, lekin har bir odamning hayot yo'li boshqacha. Kimdir bir nechta joyda ishlagan, kimdir arxiv korxonasida ishlagan, kimdir pensiyadan keyin ham mehnat qilgan, kimdir hujjatini yo'qotgan. Shuning uchun o'z holatingizni o'zingiz ham nazorat qiling. Agar avgust oyida pensiyangiz oshganini ko'rsangiz, summani yozib qo'ying. Agar oshmagan bo'lsa yoki kutganingizdan kam bo'lsa, vahima qilmang, lekin tekshiring. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling, hujjatlarni olib boring. Yozma javob oling. Ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyingiz rasmiyligini tekshiring. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bugundan boshlab bu masalani hal qilishga harakat qiling. Aziz yurtdoshlar, sizning pensiyangiz bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingizning natijasi. Uni to'g'ri hisoblatish, o'z vaqtida olish va huquqingizni bilish juda muhim. Sizlardan iltimos kommentariyada yozing. Sizning pensiyangiz avgustdan oshdimi?
qancha farq bo'ldi? Ishlayotgan pensioner sifatida qayta hisoblash bo'yicha savolingiz bormi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir o'z haqqini vaqtida olishiga yordam berishi mumkin. Resim